2021-yil sentyabrda qalbingda ne hayajonlar bilan universitetga qadam qo'yganding? Yoshlik davringning oltin lahzalari mana shu 4 yilda mujassam bo'ldi. Birinchi kelib shevalarni farqlaganing, qayerdan siz deb tanishib yurganlaring esingdami? Endi bemalol 12 viloyatda ham tanishim bor deb ayta olasan. Uyingdan olisda bir o'zing, yaqin xonadoshlaring bilan bir oila bo'lding. Ammo boshida baribir ozgina urushib olgan bo'lsang kerak. Birgalashib kechalari onamni sog'indim deb qo'shiq aytganlaring, chiroq yoqib atrobotka yozganlaring, obedgacha uxlab, obeddan keyin darsda yana uxlab o'tirganlaringni ko'zda yosh bilan eslaysan. O'sha yilda bir nishonlaydigan 17-noyabrni boshqa nishonlamaysan. Ana tushdi, mana tushdi deb stipendiya kutmaysan. 3-qaridan qochmaysan. Har gal seni olib borib qaytadigan poyezding bu gal butunlayga olib ketadi va bu ketishni qaytishi bo'lmaydi. Bu 4 yilni qanday o'tkazding bilmayman, ammo bir narsa aniq. Bu davrlar tugadi va endi qaytmaydi.